Abdulla akamda she'rlarida xohlagan narsani topishingiz mumkin. Xohlasangiz falsafani topishingiz mumkin, xohlasangiz lirikani, xohlasangiz muhabbat, nima desangiz hamma mavzuda bor. Hatto tarjimalarida ham shunaqa. Boshqa shoirlardan farqi Abdulla Oripga haqida gapirish ham oson, ham qiyin. Men shunday odamning yonida yurganimdan, shogirdi bo'lganimdan faxrlanaman. Butun o'zbek xalqi faxrlansa. Doimo yetuklikni ko'zlagan Andijonsan, Navoiy lahjasida so'zlagan Andijonsan, vodiy oltin soz bo'lsa ovozidir Andijon, bu kun paxta ilmining ustozidir Andijon. Paxtakor bo'l, mayli yo allomai zamon bo'l, cho'lponday zotni bergan Andijonim omon bo'l. Axir ko'kdan tushmagan shunchalik obro' bari, aslida Andijonning Qobuldir farzandlari. Andijonga mehrimni qalbimga solib keldim, ushbu she'rni ataylab Toshkentdan olib keldim. Rahmat.